Ey, dokument yaptın ya. Gel, dokumentsiz men kim degandan deyapti? Kim degandan? Ya meni gandon deb kim aytyapti? Meni gandon deb bo'ladi. Yo, nimaga chiqasiz? Ha, narushение topasiz. Hayda o'nga. Hangi o'qishda ko'roriylar chiqib ishlarni ko'zdan kechiraylik. Qani ruxsatnoma aka? Kim ikkita guvohnoma? Qani buni ichini ochib tekshirishga? Menga qarab nima bo'lsa shu mashina mana. Nima? Zandoyda ish kerak. Nima? Anaqa guvohnoma senga kerak. Qani bir Anaqa guvohnoma kerak senga. ruxsatnoma yo'q mashina. Anaqa ruxsatnoma. Ha, mashinani tekshirish. Mana shuncha odam ruxsat. Tintuv o'tish. Ko'p gapirma bo'ldi. Ha, xohlagan muomalangizni qilyapsiz. Men senga ko'p gapirmadim. Tushundingmi? Ya qanaqa? Alloh taolo xudo emas aka. Muomalani to'g'rilasa bo'ladi. Imzo qo'yib yuboring dedi aka. Majbur deyapman senga. So'raymi egasidan? Meni mashinam emas-ku bu. To'qilasizlarmi? Shunchalik nima deysiz? Jahl qilmanglar. So'kin deysizmi? To'qilasizlar deyapti aka. To'qilasizlar deydi. Men so'kinganim. Ey aka, hali tekshirmasdan turib xohlagan gapni gapirilmaydi-yu aka. Egasi bor. Egasini so'raydi. Nima aralashmayman men? Siz aralashyapsiz aka. Hali ish to'xtagan yo'q-ku. Senga aralashmadi. Bagajniki nimaniki bo'lsa. Shoshmay tursan-a, muammo hal bo'ladi. Muammo emas-ku. Assalomu alaykum. Aka, men sizlayapman, senladimmi men? Shoshmay tursalaring. Ha, bo'l. Men senlashga kirmaydi. Nimaga kiradilar? Shoshmay tursanglar bo'ladi. Sizlar janaqa imzo qo'y deyapti. Nima degan endi? 2000-yilmi? Iyul oyida qilingan ekan. Iyul oyida, hozir avgust 2-si bo'lgani uchun yozar ekan. 2 kun. Mana uni texnik ko'rikka. Ha, 2 kun o'tgan ekan. Yoziladi aka.